Darkseid, Shao Kahn. Bu ikki yovuz o'z olamining eng kuchli yovuzlardan biri hisoblanishadi. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Agar ular o'zaro to'qnash kelib qolishsa, jangda kim g'olib bo'lgan bo'lardi? Salom do'stlar, bugungi videomizda obunachimiz Yahyobekning to'lovlari asosida ular buyurtma qilgan ajoyib va qiziqarli bo'lgan Darkseid Mortal Kombat qahramonlariga qarshi deb nomlangan videoni namoyish etamiz. Va bu ajoyib battle'da Darkseidga qarshi chiqa oladigan Mortal Kombat olamining kuchli qahramonlarini bilib olasiz. Ana unda videoga bitta like bosib qo'ying, biz esa boshladik. Demak, obunachimizning talab istaklariga binoan bugungi videomizda janglar uchun Darkseidni real komikslardagi holatini olamiz. Chunki biz uni filmlarda deyarli ko'rmaganmiz. Mortal Kombatdan esa obunachimizning istaklariga binoan Mortal Kombat 11 o'yinidagi personajlarni tanlab olamiz. Menimcha Darkseid haqida yaxshi bilasiz va biz birinchi qarama-qarshilikni boshlaymiz. Demak, Darkseidning birinchi raqibi Raiden bo'ladi. Raiden Mortal Kombat olamidagi o'rta ma'budlar qatoriga kiruvchi Marvel'dagi Thorga o'xshash chaqmoq ma'budi hisoblanadi. Raiden yillar davomida Mortal Kombat o'yinida eng muhim personajlardan biri bo'lib keldi va har doim olamlarni qutqarish uchun harakat qildi. Uning raqibi Darkseid esa aksincha yillar mobaynida olamlarni yo'q qilishga harakat qilgan va buni deyarli uddalagan. Raiden esa umri davomida deyarli Mortal Kombat olamidagi barcha yovuzlarga qarshi jang qilib chiqdi va oxir-oqibat Shinnok sabab tumor tufayli qisman yovuz Raidenga aylanib qoldi. Bu Raiden mutlaqo shafqatsiz, g'azabga to'lgan qizil chaqmoqqa ega Raiden edi. Bu Raiden bemalol bir o'zi katta qo'shinga qarshi uzoq vaqt tura olardi. Xo'sh, agar Raiden Darkseidga qarshi birga bir turganida uni yenga olarmidi? Albatta, Darkseid Raidenni yenggan raqiblardan 1000 barobar kuchli bo'lib, Raidenga qarshi haqiqiy jiddiy raqib bo'lgan bo'lardi. Raidenning chaqmoqlari juda kuchli bo'lsa-da, bu Darkseidga qarshi ish bermasdi. Darkseid jismonan kuchli ekanligi va chidamli bo'lganligi Darkseidga katta foyda berar va Raidenning zarbalari Darkseidga ta'sir etmasdi. Va Darkseid Omega nuri orqali Raidenni bir zarbada o'ldirishi ham mumkin edi. Ammo Raiden oddiy odam emas, u ham ma'bud va bitta lazerga qarshi tura oladi, ammo katta kuch yo'qotgan bo'lardi. Garchi Raiden qo'l jangida Darkseidga qaraganda ancha mahoratli bo'lsa-da, kuchli tanaga ega Darkseidni yengish Raiden uchun katta mashaqqat sanalardi. Ammo bu hammasi emas. Komiksdagi Darkseid telekinez qobiliyatiga ham ega edi va istalgan narsasini xuddi Vandaga o'xshab ko'tara olishi mumkin edi. Va shu bilan Darkseid ham Raidenni osonlikcha o'ldira olmaydi, chunki Raidenning teleportatsiyasi qobiliyati Darkseidning lazerlar va zarbalaridan qochishga imkon berardi. Bundan tashqari uning ruhiyatni tortib oluvchi qo'lidagi tumori ham Raiden uchun katta plus bo'lgan bo'lardi. Lekin Darkseid komiksda Supermanning va Mo'jiza ayolning birdaniga bergan zarbasiga va Batmanning energiyali reaktoriga qarshi ham tura olgan. Hattoki Flashni o'z tezligi holatida ushlab qolgan va Shazamning juda kuchli chaqmoqlariga qarshi ham bardosh bergan. Bundan tashqari Darkseid bir o'zi Adolat ligasining barcha qahramonlariga qarshi uzoq vaqt kurasha olgan. Shunday ekan, Darkseid birga bir jangda osonlik bilan bo'lmasa-da Raidenning yovuz variantini ham va yaxshi variantini ham yenga oladi. Demak, bu jangimizda Darkseid g'alaba qozonadi. Navbatdagi jangimiz esa Darkseid hamda tashqi dunyolik Azteklar irqidan bo'lgan Kotal Kahn o'rtasida bo'ladi. Ko'pchilik yaxshi bilmasligi mumkin, ammo Kotal Kahn ham Shao Kahnning generallaridan biri bo'lgan va xuddi Shao Kahndek yuqori jismoniy kuchga ega bo'lib, o'zining katta qilichiga ega va kuchli anti-personaj hisoblanadi. Kotal Kahn Shao Kahnning o'limidan so'ng Melinani taxtdan ag'daradi va uni o'ldirib, o'rniga Shao Kahndek imperator bo'ladi va Kotal Kahn nomini oladi. Xo'sh, Kotal Kahn Darkseidga qarshi chiqsa qanday bo'lardi? Albatta, nihoyat Darkseidga mos va deyarli teng tanaga ko'rinishiga ega raqiblar to'qnash kelishardi. Chunki Kotal Kahn ham deyarli Darkseid bilan teng bo'yinga va vaznga ega va
Ular jangi ajoyib bo'lardi. Ular o'zaro qo'l jangida bir-birlariga zarbalar berishardi. Hammasi Kotal Kahn uchun yaxshi ketsada, ammo Darkseid Omega nur orqali Kotal Kahnga jiddiy zarba yetkazardi. Ammo Kotal Kahn o'zining quyoshdan energiya olish kuchi bilan jarohatni davolay olishi mumkin va jarohatni tuzatishi mumkin edi. Shunday bo'lsa-da, Darkseid va Kotal Kahn tanalari teng bo'lishiga qaramay, Darkseid jismonan Kotal Kahndan ancha ustun va zarbalarga chidamli va bir nechta lazer kuchi va telekinezi orqali Darkseid Kotal Kahnni osonlikcha yengishi mumkin va bu jangimizda ham Darkseid g'alaba qozonadi. Keyingi to'qnashuvimiz esa Darkseid va Quan Chi o'rtasida bo'ladi. Quan Chi Mortal Kombat olamidagi kuchli sehrgarlardan biri bo'lib kelgan va uzoq vaqt davomida Shao Kahn va Shang Tsungga xizmat qilgan. Quan Chi qora sehrlardan juda ustalik bilan foydalana oladi va ruhlarni tortib olish, o'liklarni tiriltirish kabi sehrlarni juda ko'p ishlatadi. Bundan tashqari juda yaxshi jang qila oladi. Ammo Darkseidga qarshi Quan Chi jismonan va jang mahorati evaziga qarshi chiqa olmaydi. Uning yagona yo'li turli xil hiyla usullari orqali raqibni chalg'itish bo'ladi. Ammo Darkseid bitta Omega nuri bilan Quan Chi'ni masalasini hal qilib qo'yishi mumkin. Ammo Quan Chi unchalik ham kuchsiz emas. U juda aqlli va bu unga Darkseidni yenga olmasa ham undan qochishiga yordam berishi mumkin. Ammo Quan Chi'da yetarlicha vaqt bo'lsa, Darkseidni o'rganib, uni yengish yo'lini topa oladi. Shuning uchun ham Quan Chi eng kuchli yovuzlarga xizmat qilgan. Navbatdagi qarama-qarshiligimiz esa Darkseid va Scorpion o'rtasida bo'ladi. Scorpionning haqiqiy ismi Hanzo Hasashi bo'lib, u yaponiyalik Shiraryu ninja urug'ining eng yaxshi jangchilaridan biri bo'lib, o'zining jangovar qobiliyatlari va otish qurollarini boshqarish mahorati uchun Scorpion laqabini oladi. Keyinchalik Quan Chi uni oilasini o'ldirib yuboradi va barchasini Sub-Zero qilgandek ko'rsatadi va Quan Chi Hanzoni qo'lga oladi. Shuning uchun ham Scorpion qasos olish maqsadida o'zligidan mahrum bo'ladi. Scorpion yuqori jangovar texnikaga egasi bo'lib, qilich, pichoqlar va zanjirli nayzalardan foydalanadi. Bundan tashqari uning asosiy qobiliyatlari olovni boshqarish bo'lib, bu orqali raqibni yoqib, kuydirib yuborishi mumkin. Bundan tashqari o'yinlardan bilamizki, Scorpionda teleportatsiya qobiliyati ham bo'lib, bu orqali raqibga kutilmagan joydan hujum qilib zarba bera oladi. Scorpion aslida juda xavfli jangchi bo'lib, uni yengish oson emas. U juda tezkor, uni oddiy odam yengishi mustasno. Ammo Darkseid odam emas. Biz uni komikslardan bilamizki, olov, chaqmoqlar, lazerlar yoki muzlar unga qarshi ta'sir qilmaydi. Uning tanasi juda chidamli va regeneratsiya qobiliyati orqali jiddiy jarohatlarni ham tiklay oladi. Scorpion qanchalik tez bo'lmasin, Darkseidga qarshi jang qilib unga jarohat yetkazishi mumkin, ammo Darkseidga bu narsa ta'sir qilmaydi. Lekin Scorpionning chaqqonligi Darkseidga muammo keltirishi mumkin, chunki Omega nurlardan Scorpion teleportatsiya qobiliyati orqali qocha oladi. Ammo Darkseid Scorpionni tutib olsa va zarba bersa, barchasi Scorpion uchun tugaydi. Aytishingiz mumkin, Scorpion Darkseidni yoqib yuborishi mumkin deb. Ammo komikslarda Darkseidni nafaqat yoqishgan, balki undan ancha kuchli bo'lgan qurollar bilan ham yenga olishmagan. Demak, bu jangda Darkseid g'alaba qozonadi. Mana endi Darkseidga haqiqiy raqib bo'la oladigan jangchiga ham yetib keldik. Bu Mortal Kombat o'yinlaridagi yangi qahramon Geras. Geras Titan Kronika yaratgan vaqt himoyachisi, yordamchisi bo'lib, milliard yillar davomida unga xizmat qilib keladi. Oxirgi Mortal Kombat o'yinida esa Geras vaqt hukmdori Liu Kangning yordamchisi edi. Geras insoniy xislatlardan mutlaqo yiroqda bo'lib, uning vazifasi qum soatni nazorat qilish edi. Uni biologik robot desak ham bo'ladi. Endi savol tug'ilishi mumkin, Darkseidga qarshi Geras nima qila oladi? Geras yuqoridagi qahramonlarga qaraganda jismonan ulardan ancha kuchli va chidamli. Shuning uchun Darkseidning zarbalariga Geras dosh bera oladi. Ammo ularning jangida Darkseid bitta Omega nuri bilan Gerasni parchalab tashlaydi. Lekin eng qizig'i, Geras yana qayta tiklana oladi. Ya'ni uni Darkseid o'ldirgan taqdirda ham Geras yana qayta tiriladi va tanasi qayta tiklanadi. Bundan tashqari Geras har safar o'lganidan so'ng yanada kuchli bo'lib boradi. Ammo uning asosiy kuchi vaqtni to'xtatish, ya'ni Darkseid hujumga o'tayotganda Geras uni to'xtatib qo'yishi mumkin. To'g'ri, bu holat uzoqqa bormaydi, ammo Gerasga Darkseidni o'ldirishga yetadigan vaqt bo'ladi. Agar Geras o'zini bor potensialida bo'lsa, Darkseid Gerasni har qancha urinmasin yenga olmaydi. Uni har qancha o'ldirgan taqdirda ham Geras yana tiklanaveradi va oxir-oqibat Geras Darkseidni o'ldirishi mumkin. Albatta, Gerasni ham to'xtatishning yo'li bor. Gerasni o'ldirishning yagona yo'li uning boshlig'ini o'ldirish yoki vaqt qurilmasini butunlay yo'q qilishdir. Albatta, bu jangda Darkseid katta ustunlikka ega bo'ladi.
Ammo Geras o'lmas. Demak, jang Darkseidni mag'lub bo'lgunicha davom etadi. Chunki Geras umuman charchamaydi. Menimcha Geras buni kutib o'tirmaydi. Xulosa o'zingizdan, bu jangda kim g'alaba qilishi mumkin? Albatta javoblaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizning navbatdagi jangimiz esa Mortal Kombat olamidagi eng aqlli, eng hiylakor yovuzi Shang Tsung va Darkseid o'rtasida bo'ladi. Shubhasiz, Shang Tsung o'z olamidagi eng aqlli yovuzlardan biri bo'lib, u hiyla, nayranlar orqali har qanday yovuzni ham yaxshi qahramonni ham chuv tushirib keta oladi va buni bir necha bor qilgan. Shang Tsung ko'p yillar davomida Shao Kahnga xizmat qiladi. Keyinchalik uning o'zi hukmdor bo'lishni xohlab qoladi va Shao Kahn va Sindenni yengib tojni qo'lga kiritadi. Bu toj juda qudratli edi va istalgan raqibni yengish uchun xizmat qilardi va oxir-oqibat Shang Tsung o'z olamida barchani yengib vaqt hukmdoriga aylanishi mumkin edi. Ammo Liu Kang uni yengadi. Lekin uning boshqa varianti parallel olamda Liu Kangni va Kronikani yengib olamlar hukmdoriga aylanadi va hattoki o'ziga Raidenni xizmatchi qilib oladi. Shang Tsungning asosiy kuchi uning sehrlari va makkorligida bo'lib, bu orqali Shang Tsung har qanday raqibni yengishi mumkin. Xo'sh, uning raqibi Darkseid bo'lsa-chi, unda nima bo'lardi? Shang Tsung odatda raqibidan kelib chiqqan holda jang qiladi. Qudratli yovuz Darkseidga qarshi chiqqan taqdirda jismonan va jangda Darkseidga Shang Tsung tenglasha olmaydi. Ammo sehrlari orqali Darkseidga katta muammo tug'dira oladi. Shang Tsung ko'rinishini o'zgartirishi va raqibini kuchini tortib olishi ham mumkin. Ammo Shang Tsung bu qobiliyatini faqat zaifroq qahramonlarga qarshi ishlata oladi. Kuchli raqiblarga qarshi esa bu qobiliyat uchun undan katta kuchni talab qiladi. Darkseid esa Shang Tsungni bitta lazer bilan osonlikcha o'ldirib yuborishi mumkin bo'lsa-da, barchasi oddiy emas. Agarda Shang Tsungda o'sha Mortal Kombat 11 o'yinidagi toj bo'lganida, Darkseidni Shang Tsung osonlik bilan yengan bo'lardi. Usiz esa Darkseidda g'alaba imkoniyati kattaroq bo'ladi. Shunday ekan, bu jangda Darkseid g'alaba qozonadi. Mana va nihoyat bizning so'nggi jangimizga ham yetib keldik. Va bizni oldinda ikki zolim yovuzlar Darkseid va Shao Kahn o'rtasidagi ajoyib jang kutib turibdi. Menimcha siz ham aynan ularning jangini kutgan bo'lsangiz kerak. Ha, bu jang shubhasiz eng zo'r janglardan biri bo'lgan bo'lardi. General Shao nomi bilan ham tanilgan, lekin ko'proq Shao Kahn nomi bilan tanilgan bu yovuz Mortal Kombat jangovar o'yinlaridagi seriyasidagi yovuz bo'lib, tashqi dunyo taxtining kuchli zolimi va u nafaqat jangovar o'yin janridagi, balki umuman video o'yin janridagi eng mashhur yovuzlardan hisoblanadi. U Shang Tsung va Shinnok bilan birga franshizaning 3 ta asosiy antagonistlardan biri bo'lib xizmat qiladi. Shao Kahn Darkseidning yuqori jismoniy kuchga ega va chidamlilikka ega va juda kuchli jangchi hisoblanadi. Shao Kahn odatda o'zining katta bolg'asidan foydalanadi va bu bolg'ani o'z istagan vaqtda hosil qilishi mumkin va uning zarbasi dahshatli kuchga ega va har qanday raqibini bittani kuchli zarba bilan qulatishi mumkin. Xo'sh, Darkseidga qarshi Shao Kahnda qanday imkoniyat bor? Ularning ikkovlari teng ko'rinishda va jismonan bir-birlariga juda o'xshashadi va ular o'rtasida dahshatli jang bo'ladi. Ular qo'l jangida teng kelishadi va Darkseid Omega nurini ishga soladi. Bu zarbadan Shao og'ir jarohat oladi, ammo Shao Kahnning tanasi ham og'ir zarbalarga chidamli bo'lgani sababli o'rnidan turib jangni davom ettiradi va bolg'asi bilan Darkseidga kuchli zarba beradi. Bu zarba Darkseidni qulata oladi, ammo Shao Kahn Darkseidning kallasini ezib tashlamoqchi bo'lib bolg'asi bilan zarba berganida Darkseid Omega nuri bilan Shaoga zarba beradi va uni tushirib yuboradi. Darkseid ham o'zining qurolini olib Shaoga qarshi hujumga o'tadi. Shao Kahn endi bolg'asi orqali Darkseidni zarbalardan himoyalanadi. Afsuski, Shao kuchli Omega nurlariga qarshi uzoq vaqt bardosh bera olmaydi. Darkseid esa Supermanning qahramonining dahshatli zarbalariga dosh bera olgan ekan, Shaoning zarbalari Darkseid uchun uncha xavf tug'dirmaydi va jangda katta ehtimol bilan Darkseid g'alaba qozonadi. Ha, Shao Kahn ham juda kuchli jangchi edi. U Mortal Kombat olamidagi eng kuchli generallardan biri. Ammo Darkseid boshqa masala. Xulosa qiladigan bo'lsak, Darkseid deyarli Mortal Kombat olamidagi ko'plab qahramonlardan kuchli bo'lib chiqdi. Ammo uni yenga oladigan Mortal Kombat olamida ham qahramonlar yetarlicha. Masalan, vaqt hukmdori Liu Kang, Onaga kabi kuchli qahramonlar bor. Eslatib o'tamiz, videodagi har bir qahramon obunachimizning talab istaklariga binoan tanlab olingan. Agar siz ham shunday o'zingiz istagan qahramonlar haqida video qilishimizni xohlasangiz, biz bilan bog'laning va to'lov asosida juda arzon narxlarda videolarni tayyorlab beramiz.
Agarda to'lovga pulingiz bo'lmasa, biz Darkside Dr. Doomga qarshi chiqargan videomizda batafsil shartlarni tushuntirib berganmiz. Ushbu videoni ko'rib barchasini bilib olishingiz mumkin. Mana azizlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. O'ylaymanki, bugungi video sizlarga yoqdi va ushbu videoni buyurtma qilgan obunachimizga ham yoqdi degan umiddamiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta dona like bosib qo'ying. U bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Agar o'z savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan yaqin 15 daqiqa ichida Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha izlar.